Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Anna Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme İza qara'al Fatihata fi's salati kana yaskutu thumma yaqra'u suratan minal Qur'an. Sahoba-i ikromlardan ba'zilari bu hadisni rivoyat qiladilar. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiganlarida sura Fotihani o'qib, undan keyin bir oz sukut qilib qolardilar. Keyin zam sura o'qirdilar. Rasululloh aytdilar sallallohu alayhi va sallam: La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sura Fotihani o'qimasdan o'qilgan namoz emasdir. La rak'ata illa bi Fatihatil kitab. Va fi rivoyatin bi ummil kitab. Hazrat Payg'ambarimiz namoz faqat sura Fotiha bilan namoz bo'ladi. Hattoki rakat ham albatta sura Fotiha bilan namoz bo'ladi, rakatga aylanadi deb aytdilar. Rasulullohning bu so'zlari albatta haq. Namoz arkonlari to'liq mukammal bo'lgunga qadar bosqichma-bosqich kelgan vaqtda shundoq bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqiqatda ham sura Fotihani o'qib jim turganlar, orqada iqtido qilgan sahobalar sura Fotihani o'qib bo'lishini kutib turganlar. Ular o'qib bo'lgandan keyin zam surani o'qib, ruku sajda bilan namozni davom ettirganlar. Ikkinchi rakatda ham sura Fotihani o'qib kutib turardilar. Sahobalar o'qib bo'lgandan keyin zam sura o'qirdilar. Qachonki Alloh taolo Qur'onda a'udhu billahi minash shaytonir rojim fa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun oyat nozil bo'ldi. Sura Fotihani o'qib bo'lganlardan keyin darhol orqasidan zam surani ham o'qiydigan bo'ldilar. Bu oyatda Alloh Qur'on o'qilganda tek turinglar. Qur'onga butun vujudinglar bilan quloq solinglar. Shoyatki Alloh sizlarni rahmatiga olsa deb buyurdi. Demak, sura Fotiha Qur'oni Karim oyatlaridan, suralaridan uni o'qiganda hamma unga quloq solib eshitib turishligi shart bo'lar ekan. As-sami'u kal qori'i deb Rasulullohning so'zlari bor. Eshituvchi odam o'quvchi kabidir deb aytganlar. Eshitayotgan odam ixlos bilan qoriga quloq solib tursa, u ham qori qanchalik ajrga ega bo'lsa, shunchalik ajrga ega bo'lib qolishligini Rasululloh aytdilar. Oyatda esa Alloh jim turishlikni, hamma harakatni to'xtatishlikni, Qur'onga butun vujud bilan quloq solishlikni buyurdi va bu ikkita ish Qur'on o'qiganda hamma xatti-harakatdan to'xtash, Qur'onga quloq solishlik Allohning rahmatiga kirishligimizni taqozo qiladigan, Allohning rahmatini bizga vojib qiladigan amallardan ekanini Alloh oyatida aytdi. Bir odam 2 yil Misrda o'qib kelibdilar, Qur'on o'qigani borgan ekanlar. Juda yaxshi tajvidlarini kelishtirib kelibdilar. Alhamdulillah, Alloh ilmlarini ziyoda qilsin. Faqat aytayotgan so'zi, sizlar namoz o'qishni bilmas ekansizlar. Misrda imom sura Fotihani o'qigandan keyin jim turadi. Biza darrov sura Fotihani o'qib olamiz, undan keyin imom qiroatini davom ettiradi. U kishi
sunnatga amal qilar ekanlar. Rasulullohning sunnatlariga amal qilar ekanlar. Bu juda go'zal ish. Bizni ulamolarimiz, bizni yurtdoshlarimiz, biza Hanafiy mazhab deb aytayotganimiz Qur'onga amal qiladi. Qur'onni hukmi turganda qaysi biriga amal qilasiz? Qur'onga amal qilasizmi yo sunnatga amal qilasizmi? Hadisgami desam, o'zi ham yo'q. Qur'on birinchi o'rinda, Qur'onga amal qilinadi. Ana o'sha siz amal qilaman deb turgan Qur'onda Alloh fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu. Qur'on o'qilganda butun vujudingiz bilan unga quloq soling va hamma xatti harakatni to'xtating deb Alloh buyurib turibdi. Mana shu buyruqni amalga oshirgandan keyin siz imomga iqtido qilganingiz namozingizni har tomonlama butun bo'lishligini ta'minlaydigan ish bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun va qol qira'atun lahu." Ya'ni kimni namozda imomi bo'lsa, bas shu imomni qiroati uning uchun ham qiroatdir. Uning uchun ham qiroatdir. Yana boshqa rivoyatda imomni qiroati buni qiroati deb alohida qayd etib Rasululloh aytyaptilar. Hattoki namoz o'qigan chog'larida ba'zi sahobalar pichirilab payg'ambarimiz orqasidan sura Fotihani yo biron zam surani qaytaradigan bo'lsa, namozdan keyin o'girilib birinchi aytadigan so'zlari tanbeh bo'lardi. Kim imomga iqtido qilgan bo'lsa jim tursin, imomning orqasidan qaytarmasin deb tanbeh berardilar, keyin zikr qilishni boshlardilar. Agar bu toifalarning so'zlari to'g'ri bo'lganda payg'ambarimiz alayhisalom tanbeh bermasdilar. To'g'ri qilyapsizlar deb ularni balkim qo'llab-quvvatlagan bo'lardilar va Qur'onda bunaqa oyat ham nozil bo'lmagan bo'lardi. Vaholanki namoz bosqichma-bosqich mukammal bo'lib bordi. Eng avvalgi namozlar hattoki hammasi jahriy bo'lgan. Zikr, namozdagi tasbihlar, attahiyotlar ovoz chiqarib o'qilgan. Keyin sekin-sekin bunisini ichingda o'qiysan, bunisini tashingda o'qiysan deb Jabroil alayhisalom ta'lim berib, hozirgi bu shaklga keldi. Borgan sayin islom mukammal bo'lgan sayin namozni tartiblari ham to'lib mukammal bo'lib bordi. Shuning uchun birontangiz chet elga borib qoladigan bo'lsangiz, erta namoz o'qish tartiblarida sal boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, men haqiqiy namozni ko'rib keldim deb o'ylamang. Haqiqiy namozni Qur'onga muvofiq, sunnatga muvofiq o'qiladigan namozni bizning yurtimizda o'qiladi. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah.